Assalomu alaykum hammaga. Kompyuterga parol qo'yish va uni olib tashlashni o'rganamiz. Uning uchun sozlamalarga kiramiz yoki ruscha bo'lsa nastroyka bo'ladi. Pustga bosib sozlamalarga kiramiz va hisob qaydnomalarga kiramiz. Ruscha bo'ladigan bo'lsa учетный запись bo'ladi va bu yerda ключ turibdi. Mana kalitni belgisi. Mana shu yerga kiramiz. Va bu yerda 1 4 5-da kalit turadi. Mana shuni passwordning ustiga bosamiz mana bu yerga. Va bu yerga kiritishni bosamiz. Va bu yerga yangi parol o'ylab topamiz, ya'ni parol qo'yish uchun. Va bu yerga birinchi kiritgan parolingizni ikkinchiga bu yerga ham shuni kiritamiz. Va bu yerga parol maslahati. Masalan, shu narsani o'qigan vaqtingiz shu parol esingizga tushishi uchun. Keyingisini bosamiz va tayyorni bosamiz. Va endi parol o'rnatildimi yoki uni bilish uchun Windows L tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsizki, bu yerda parol kiriting deb turibdi. Parolingizni kiritasiz. Mana parol ishladi. Endi buni qanday o'chirishni o'rgataman. Nastroykaga kiramiz. Sozlamalarga. Va bu yerga hisob qaydnomalarga kiramiz. Ruscha bo'lsa учетный запись oladi va bu yerga ключ tugmasini bosamiz. Bu yerga ham. Va endi o'zgartirish tugmasini bosamiz. Boya qo'ygan parolingizni kiritasiz. Va endi bu yerga ham hech nima yozmasdan keyingi tugmasini bosamiz. Va yana qaytadan Windows L tugmasini bosamiz, L tugmasini va ko'ribsizki, bu yerda parol yo'q. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, mamnunman. Videoga like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Oldindan rahmat obuna bo'lganingiz uchun.